Hammaga anyo. Odissey uchun kinoteatrga borganimizda bo'lgan cringe voqea haqida aytib bermoqchiman. Bundan oldin shu jenshinli damlamani damlab olib, o'zim oldimni tinchlantirib qolmoqchiman. Mekap qilib voqealarni aytib bermoqchi edim va undan oldin kollagenimni har kunligini ichib olishim kerak. Bu ham xuddi shunday kollagenimni ichib olyapman. Sizlarga ham yoqadi deb o'ylayman. Bitta olib sinab ko'ringlar. Kinoteatrda bo'lgan voqeani aytadigan bo'lsam, Odissey uchun bilet olayotganimizda ham biletlar tugab qolgan ekan. Qarabsizki, bizda faqat 4 tagina joy qolgan ekan. Ya'ni ikkita oldi tomonda va ikkita orqa tomondagi joyni olib, bron qilib oldik va o'sha kuni biletimiz yaqinlangan kuniga borsak, popkorn bilan shunaqa narsalar olishimiz kerak edi. Popkorn olganni shunday o'zini avtomatlari bor. O'sha joydan borib popkorn olayotgan joyimizda tikilib turganiga ko'zim ketib qoldi. Bir qarasam, yonimda bitta ajoshi menga qarab turibdi. Bo'lmasam yonida avtomati bor o'zini. 4-5 ta avtomatlar bor va bir vaqti popkorn oladigan joyga ketib, oldimdan u ajoshi to'g'ri menga qarama-qarshi bo'lib, xiringlab qo'lida adyol ko'tarib, menga xuddiki tegmoqchi bo'lganday bo'lib, qo'lini cho'zyapti. Asabim o'ynaganidan, qovog'im bitta so'yganidan bilaman, o'sha anovchi hol oldimda. Undan sranza boshqa tomonga burilib ketdi. Nastrenasi ham buzilib ketdi. Ya'ni holati ham o'zgardi betidan. Xo'jayinim, ha, e'tibor berma, bular o'zi shunaqa tentamabsan, man ko'rmay qoldimmi, nima bo'lganini deb siqilib qoldi. Keyin indamadi-yu menga, lekin ko'nglimni ko'tarish uchun e'tibor berma. Bunaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi deb turib, o'sha joyda indamay ketdik. O'zimiz og'rib turganimizda oldimizga ikkita kars kelib o'tirdi va bittasi yoshi kattaroq kampir, yosh semizroq gavdali qiz kelib o'tirdi. Kino boshlanib ketdi va yozuvi chiqqungacha olaman desam, oldimdagi qaris shunchaki gapirmasdan turib, telefonni juda yorug'gachini yoqib olib, menga yozuvda Google Translate'ga solib, farsani ham tushunaman, inglizchasini ham tushunaman. Inglizchada shu video kamera olmanglar, mumkin emas, qonunga xilof degan gaplarni yozib olibdi. Men asabim o'ynadi, Google Translate sop o'zi tarjima qilgan, shuni ham darajada gapira olmaydi. Boshlanishida 1-2 minut olayotgan joyida shu narsani qildi. Men o'yladim, sal nenormalroq qaris, chunki birorta qarisni ham bunaqa qilib bezovta qilganini ko'rmaganman. Kinoteatrga ko'p kiramiz, bu narsani har doim men boshidagi o'sha chiqish yozuvigacha olaman. Ba'zida u qarisga meni chet ellikligim yoqmagan va men video olayotganimda menga shunaqa muomala qilgandan keyin men o'sha nastrenam tushdi. Undan o'zi bitta shuni qilgan muomalasi va hozir bu qaris qilayotgan muomalasidan keyin meni juda nastrenam tushdi. Keyin kinoni o'zi tikana ustida o'tirgandek ko'rdim. Biz 4DX ga kirganmiz va 4DX da silkinadi. Ayniqsa men hayron qolganim, ana shu 4DX da faqat yoshlar emasda, hammasi 60 yoshdan tepa chol kampirlar kirishgan, ya'ni oilalar bilan kelgan, ota-onalarni olib kelishgan qarislar, dam olish vaqti bo'lgani uchun. Ayniqsa qiziqtirgan holat menga 4DX ga qanaqa qilib kampirlar, chollar kirishi mumkin, axir ularning beli og'rimaydimi? Masalan, bizga bu narsa uncha bildirmaydi, yosh kattalarga o'sha bildiradi deb o'ylayman. Har xil suv otishlari, har xil shovqinlar yuragini og'ritib qo'yishi mumkin deb o'ylayman. Mana shu narsaga lekin qiziqqanim, yonimda kampir o'tira olmadi. To'g'risini o'tira olmadi. Boshlarim og'rib ketishdi deb o'ylayman, chunki meni boshim og'rib ketdi. Unaqangi shovqinda, вообще-то action bo'lgan uchun ham yog'i urib tashlaydi, suv sepib tashlaydi. Va shu Odisseyda suv kino bo'lgan va shu cho'miltirib tashladi. Shu holatda ham kampir o'tira olmadi. Balki pastga qarab boshi og'rib ketaverdi, mazasi bo'lmayapti deb o'yladim. Birpasdan keyin biz erim bilan bir-ikki narsalarni gapirib, keyin shu qarisni menga gapini gapirayotsam, men yonimda turib, erimga ham xuddi shunaqa qilib telefonni ko'rsatib, Google Translate solib, gaplashmaylar degan narsani qildi-da. Men bu narsadan keyin qarisni o'takam yomon ko'rib qoldim. Va shu yerda juda ham ichi tor ziqna qizligini bilib qoldim. Bizga nisbatan, chet elliklarga nisbatan qanaqadir g'arazligi bor degan fikrga keldim. Chunki men ko'p qarislarni ko'rgan bo'lsam, bunaqangi hech kimni ishi ham bo'lmagan. Bir-ikki joylarida qarislarni kino ko'rishidagi holatini aytadigan bo'lsam, robotga o'xshab bir tekstda hech qanaqa hissiyotlarsiz ko'rib chiqib ketadi. Bizda esa reaksiya bo'ladi. Har bitta kinoni, har bitta joyida masalan reaksiya chiqarasiz. Вот bunaqa reaksiyalar uchun hech qachon qarislarni bunaqangi muomala qilganini ko'rmayman. O'sha qarisni men bildim. Shu chet elliklarga nisbatan qarazligi borligini o'zi boshidayoq sezib o'tirganim va yonidan ketgim keldi, lekin boshqa o'tiradigan joyi ham yo'q edi. Shunaqa holatdan keyin oxirida kino tugadi. Men juda nastrenim zo'r edi, chunki kino vashshi men kutmagandim bunaqa kino ekanligini. Nastrenimni vashshi 100 ko'tarib berdi. Xo'jayinim aytdi, kino tugasin, hamma chiqib ketsin, keyin biz oxirida chiqib ketamiz ekan o'zimiz. Shu vaqtda qaris indamay turdi, chiqdi, qo'lini artganini ko'rgandim, flajnida. Indamay ketdi. Men ham shu bilan shunday turganimni bilaman. Ustimdan flajni tushdi-yu, men вообще shu holatda o'sha men bo'larim bo'ldi, nervim shunaqa o'ynab ketdi. Nima deb o'ylaysizlar? Sizlarga masalan kimdir musorga otgan vlajnisini ustingizga shunchaki tashlab ketsa, g'alati emasmi? Bu narsani o'ylashingiz mumkin. Yo'q, qarislar ko'rib turibdi. U
Qarz meni ko'rib turib, atayin shu narsani mani ustimga tashlab ketgan bo'lmasam, ko'rib turibdi, judayam ehtiyotkor xalqda qarzlar. Aslida bitta odamga bitta narsasini otib olmaydi, bitta odam qo'liga bitta narsasini tashlamaydi. Musor bo'lsa musorga olib borib tashlaydi, lekin ular musorini odam ustiga otib boryapti. Bu вообще-то sog'lom fikrli insonlar emas. Man shu narsadan shunaqa nervim o'ynagani manga xuddiki mani izdivatsiya qilgani manga qattiq botdi judayam, chunki men hech qanaqa tegmadim, hech qanaqangi muomala ham qilmadim, indamadim, har bitta narsaga xo'p dedim, indamadim. Gapirgan gaplariga ham gapirmadi-yu, telefondagi shunaqa ko'rsatishiga ham indamadim. Lekin nimaga menga oxirida bunaqa muomala qiladi? Sizlar shunaqa narsaga qanday qaraysizlar? Berishgan bo'lsam, bunaqa holatga ko'p tushganman. Ba'zilariga gapirib ulgurganman, ba'zilari mana shunaqangi indamay ishini bitirib ketadiganlari ko'p. Bunaqalarga ulgurmay qolaman. Pismiq deb o'ylayman. Bunaqa odamlarni juda pismiqona ishini bitiradi, ketadi. Bu sizni ana shu orqasida psixikangizga o'ynab ketadigani ko'p. Ya'ni ochiqdan ochiq urush qilmaydi, ochiqdan ochiq sizga gapirmaydi, ochiqdan ochiq hech nimani ko'rsatmaydi. Bu qilayotgan ishi, lekin eng pastkashligi siz ertangi u ketgandan keyin siz esab yurasiz. U esamaydi, u qilib ketganini biladi. Sizga musorni otib ketdi, sizni behurmat qilib ketganini bilib, o'sha siz u unutadi, chunki u kayfini suradi, ketadi. Sizga esa bu narsa qattiq bo'ladi, xuddi birov sizni ustingizga pichoqni tiqqan, lekin siz sezmay qolgansiz, siz ko'rmay qolgansiz. Xuddi shu narsa meni ichimdan o'tib, ko'zimga chiqqan yosh keldi. Yo'q, ularni topolmayman. Gaplashadigan gapim ham ko'p, lekin ular yo'q o'sha. Uyga qaytdim, настроением bo'lmadi, xafa bo'ldim, siqildim, lekin hay kino zo'r edi dedim-da, unutib qolay dedim. Lekin baribir hozirgacha mana eslab o'tiribman. Shunaqa holatda. Sizlar nima qilgan bo'lardingiz?